Atrofimizda shunday yaxshi kishilar borki, ular ko'rinmaydi, yaxshiliklar ustida so'zlamaydi. Ammo ular bor bo'lgan har qanday yerda yaxshilik va muhabbat turadi. Hayotimizdagi har bir paytda va har bir ahvolda berganlarimizni qaytarib kelamiz. Shunga har vaqt niyatlarimizda ham harakatlarimizda yaxshilik bo'lsin. Yaxshilik uchun besilgan har bir qadamlarimizga ko'z tegmasin. Albatta, muhabbatning shakli har xil, ammo ifodalaydigan mazmuni faqat birla. U bo'lsa-mu dal yaxshilik. Qadrli do'stlar, yaxshilarni so'zlarimizda emas, kuylarimizda kuylaymiz. Bugungi o'rinlashtirilgan naqshimizmi albatta yaxshilik to'g'risida. Bugungi talablik naqshimizni Urumchidagi do'stimiz Dilnur barliq yaxshilarga ko'ngil so'g'isi qildi. Bugun anglaydiganimiz ustoz naqshchimiz İzzat İlyas xonim ijrosida yaxshi tilak. Albatta, har birimizga eng yaxshi tilaklar hamroh bo'lsin. Yaxshi tilak izhor bo'lsin. Har bir kunim bahor bo'lsin. Yaxshi tilak izhor bo'lsin. Har bir kunim bahor bo'lsin. Yaxshilarga ko'rbilar sal, vafo axloq tumor bo'lsin. Yaxshilarga ko'rbilar sal, vafo axloq tumor bo'lsin. Ona arzusi shu o'g'lon, gullar intizor bo'lsin. Köksün kengri cheksiz, lekin qaddim chinar bo'lsin. Bir tozimga, mumtozimga, neving ranging onar bo'lsin. Bir tozimga, mumtozimga, neving ranging onar bo'lsin. Ona arzusi şu oğlan, güllar intizar bulsun. Unutma sızatını, yolun ahlalı zar bulsun. Ona arzusi şu oğlan, güllar intizar bulsun. Zatını yolun aklalı zar bulsun. Unutmaz mı zatını yolun aklalı zar